Lola opa, o'zi aslida bemorlar qanaqa shikoyatlari bo'ladi? Boshlanish shikoyatlari. Ko'krak qafasida og'riq, nafas tez urishi, vahima, o'lim hissi, hozir o'lib qolaman degan hislar bo'ladi. Undan tashqari qo'rquv, ko'chaga chiqishga qo'rqishadi, mashina yo'ldan o'tishga qo'rqishadi, spalniyaga kirib yotishdan qo'rqishadi, dushga chiqib yuvinishdan qo'rqishadi. Menga kuniga qanchalab SMSlar keladi, direktga, Instagramdan ham shunaqa qo'rqinchli gaplari. Antidepressant ichish oqibatida o'zini 10 martalab, undan ko'p marta o'zini osish hissi bo'lgani, dorini to'xtatganimizda yana o'zi holiga qaytgani. Har bitta bemorda har xil kechadi bu kasallik. Doktorga yoki shifokorga o'zimdagi bo'layotgan narsani aytsam, meni psixический больницаlarga yotqizib qo'yadi deb ko'pchilik qo'rqib bekitadi boshlanishida. Shunaqa bemorlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Bu kasallikni cho'zib yurish kerak emas va o'z holicha masalan har xil reklamalarga qarab tinchlantiradigan dorilarga umuman o'rganish kerak emas. Xuddi bitta narkotikka bir turi deb o'ylayman-da, bular зависимость bo'lib qoladi. O'shaning uchun to'g'ri kerakli mutaxassisga murojaat qilish kerak. Birinchi bo'lib nevrologga murojaat qilish kerak, uni holatini o'rganib chiqish kerak, tekshiruvlardan o'tish kerak. O'sha qaysi nimadir yetishmayotgan bo'lsa, qanaqadir o'zgarishlar, o'choqli o'zgarishlar ketayotgan bo'lsa bosh miyada, ularni chuqurlashtirib bormasdan, kuchayib ketmasdan oldini olishga qaratishimiz kerak. Bo'lmasam har bitta o'choqlar miyadagi masalan tillarda oddiy qilib aytganimizda, masalan o'choqlar birlashishi, ko'payishi yoki atrofiya ko'payish natijasida Alsgeymer kasalliklari, demensiya kasalliklari keyinchalik rivojlanishi mumkin. Shunaqa kasalliklar rivojlanmasligi uchun, psixiatriya kasalliklar yana ko'paymasligi uchun o'z vaqtida davolanish kerak deb o'ylayman.